Assalomu alaykum, hurmatli o'quvchilar. Demak, darslarimizni davom ettiramiz. Bugun ro'yxat taglari bo'yicha, list taglari bo'yicha mashq ishlaymiz. Bitta namuna qilib ko'rsatib beraman sizlarga. Keyin o'zlaringga mustaqil qilishlari uchun bitta mashq beraman. Demak, buning uchun mm, HTML klassini papkamda Discord ochib olaman. So'ragandan keyin buni avval dasturga o'tamiz. O'ng tarafni bosib, Open with Live Server qilib brauzerda ochib olamiz. Ochib olgandan keyin ikkalasini yonma-yoq qo'yib olaman. Yani natijasini ko'rib, kodini yozib, natijasini yonma-yoq ko'rishimiz uchun. Mana bu yerda demak, kodimiz ochildi. Mana o'tgan darsimizda shularni o'tganmiz. Endi bugun sizlar bilan mashq ishlaymiz. Demak, bularni men kommentariyaga olib qo'yaman. Chunki bu kodlarimiz uzun. Bularni bizga endi kerak emas. Hozir foydalanmaymiz. Bularni hammasini kommentariyaga olib qo'ysam, chap tarafda, o'ng tarafda kodimiz turadi, chap tarafda bizga xalaqit bermaydi. Bularni hammasini kommentariyaga olib chiqaman. Mana kodimiz chap tarafda yo'q. Endi bugun sizlar bilan mana buni mashq ishlaymiz. Ya'ni nested list. E'tibor bersak, ichma-ich ro'yxat bo'lib ketgan bu yerda. Ya'ni birinchisida mana rim raqamida yozilgan list item 1, rim raqamida ikkisida list item 2 va pastda 3 rim raqamida list item 3. Ya'ni bu yerda birinchi biz ko'rib olishimiz kerak eng katta ro'yxatdir. Eng katta ro'yxat bu yerda rim raqamlarida berilgan. Endi birinchi list item 1 ichida yana ro'yxat bor. Ichida bu endi nested item 1 Bu yana A, B qilib ikkiga bo'linib ketgan. Bu ichki ro'yxat hisoblanadi birinchi uchun. Endi ikkinchi uchun 3 ta ro'yxat bor ekan. Ya'ni birinchisiga item 2.1, ikkinchisiga item 2.2 va uchinchisi bor. Bu yerda item 2.3 bo'ldi. Endi e'tibor bersak, endi ikkinchi ro'yxatimiz yana ichki ro'yxatga bo'lingan ekan. Nested item 2.2.1 oq dumaloqda qilingan aylana va bu yana 3 ta ekan mana. 2.2 va 2.3. Va 2.2miz yana ichki ro'yxatga bo'linib ketgan ekan mana. Nested item 2.2.2.1. Bu to'rtburchak. Shunaqa qilib ichma-ich ro'yxat bo'lib ketgan. Va endi list item uchimiz oddiy qora dumaloqda nested item 3.1 qilib berilgan. Va ichma-ich ro'yxat berilgan. Shuni biz demak birgalikda qilamiz. Men sizlarga tushuntirib ko'rsatib beraman. Sizlarga vazifa sifatida shunga o'xshagan yana bitta nested list beraman. Demak, o'zimizda loyihaga o'tib olamiz. Demak, birinchi e'tibor beramiz. Bu yerda birinchisida demak rim raqamida 1, 2, 3 yozilgan ekan. Demak, list item 1, item 2, item 3. Demak, rim raqami bo'lgani uchun OL tagidan foydalanamiz. Chunki buni rim raqamini o'zgartirib olsak bo'ladi. Va uning ichida li taglar keladi. Birinchisi list item 1, 2 va 3 yozaman. Va natijasini ko'raman. Mana 1, 2, 3 bo'lib chiqdi. Endi bu bizga oddiy raqamda chiqdi. Rim raqamida chiqish uchun o'tgan darsda o'tganmiz. Bu yerga type deb turib i harfini yozsa rim raqami qilib beradi. Birinchi nima katta ro'yxatimiz tugadi. Endi ikkinchisi list item 1 yana ikkitaga bo'lingan ekan. Nested item 1.1, 1.2 va A1 ekan. Demak bu item 1dan keyin kursorni qo'yib enter bosib yana o'yilda qilamiz, chunki bu alfabet tartibida qilingan ekan. Va buning ichida ikkita li keladi. Birinchisi demak nested item 1.1 va keyingisi item 1.2. Natijani ko'radigan bo'lsak, bizda 1.2 degan raqam yozilgan. Bu yerda lekin A1. Demak buni type deb tipini o'zgartirib qo'ysa bo'ladi. Type deyman, A qilib qo'ysam, mana A1 degan tipga o'zgaradi. Endi ikkinchisi endi murakkabrog'i. List item 2. Demak, list item 2dan keyin joy tashlab turib, o'yil ochaman bunga ham. Sababi bu endi nested 2.1, 2.2, 2.3 qilib oddiy 1.2 ta raqamlangan ekan. Demak, buning ichida yana li tagi va nested item 2.1, 2.2 va 2.3 keladi. Bu demak 1.2 ekan oddiy raqam, ham bizniki ham 1.2 bo'ldi. Keyingi ishimiz. Endi nested item 2.2 ning ichida yana 3 ta oq dumaloqning ichida mana kelyapti. Nested item 2.2.1, 2.2, 2.2. Endi bu tartiblanmagan ro'yxatda qilinadi buni oq aylana. Buning uchun nested item 2.2 dan keyin joy tashlab enter pastga tushamiz va ul tagida qilamiz. Yana ichida li tagi nested item 2.2.1 va 2.2.2 va 2.2.3 bo'ladi. O'tamiz loyihaga. Va bizniki endi e'tibor bersa, bizniki to'rtburchak qora. Bu yerda dumaloq boshqacha shakl. Endi buning uchun bu yerga biz style deb turib
stilni o'zgartirib qo'ysak bo'ladi. List style type deymizda, demak, circle desak, o'sha bizga mana oq aylana qilib beradi. Mana. Endi nested item 2 mana 3 ta 2 turibdi. Shu ichida yana ikkita bor ekan. Bu ichki ro'yxat. Demak, bundan keyin yana joy tashlab turib, endi UL qilamiz. Sababi qora to'rtburchak. Yana ichida li, yana bunda nested item 2 2 2 1 ekan va keyingisi 2 2 2. Va bu qora to'rtburchak ekan. Ko'ramiz, loyihamiz mana o'zi qora to'rtburchak qilgan. Va bunisi bo'ldi. Endi oxirgi 3-rim raqami list item 3 qoldi. Pastga tushaman. Bundan keyin yana joy tashlayman. Endi buniki qarasizlar qora dumaloq ekan. Demak, qora dumaloq bo'lsa, demak, buni UL'lar tartiblamaga ro'yxatga qilamiz. Li nested item 3 1, 3 2 va 3 3 bo'ladi. Loyihani o'zitamiz. Bizga oq dumaloq qilib, bu yerda qora ekan. Demak, bunga tipini style'ni berib qo'yamiz. Style deymanda list style type deb turib disk bersak, shunga qora dumaloq qilib beradi. O'taman ro'yxatga mana qora dumaloq. Demak, bo'ldi mana shu ichimich ro'yxat. Unaqa qiyin emas. Shu ichimich asosiy ro'yxatlarni ketma-ketligini asosini topib olsalar bo'ldi. Asos eng katta birinchi shu asosiysidan eng kattasini topib olsa, keyin uni ichida ichimich ketaveradi. Endi sizlarga vazifa, mana bunisi sizlarga vazifa bo'ladi. Bu sizlarga vazifa bo'ladi. E'tibor bersak, ekranni kichikroq qilaman. Birinchisi, demak, eng katta bu yerda asosiy ro'yxatda demak 1 input, mana 2 output, 3 processing, endi 4da mana storage degan. Mana shu eng katta asosiy hisoblanadi. Endi 1 ichida yana ikkita kelar ekan. A va B. A ni ichida yana bitta mana qora to'rtburchak. B da ham ikkita qora to'rtburchak. 2 da ikkita ekan yana bunda ham A va B. Mana A da yana monitorda yana ikkita kelar ekan qora to'rtburchakda, B da hech narsa yo'q ekan. 3 da ham ikkita ekan asosiy A va B. A da yana qora to'rtburchak kelyapti, tepa bilan bir xil ekan. Bunda hech narsa yo'q. Endi 4da A ni o'zi ekan, buni ichida qora to'rtburchak bor ekan, yana buni ichida keyin rim raqami bor ekan. Demak, agar raqam oddiy raqam yo A, B yo rim raqami bo'lsa, OL tagida qilasizlar. Agar bunaqa to'rtburchak, dumaloqlar, shakllar bo'ladigan bo'lsa, UL tagida qilib, ichimchi ro'yxat qilib boraverasizlar. Demak, meni kodimga qaragan holda birinchi men yozgan kodni birga yozib, shuni yaxshilab o'rganib olgandan keyin shuni sizlarga vazifa bo'ladi. Shuni o'zlaring mustaqil qilishlaring kerak bo'ladi. Keyingi darslarimizda xudo xohlasa jadval tagilarini ko'rib chiqamiz. E'tiboringiz uchun rahmat.